Hal nimaga anqayasan o'g'lim? Kel o'tir. Odam ko'rmaganmisan? Ha mehmonni o'tirishga taklif qilmaysanmi? Men mehmon? Hey, men-chi Jo'rani otasi bo'laman. Ha, unda tushunarli. Bunchalik xursandchilikni sababi nima? O'zim ham hayronman. Nosir aka qani? Bilmayman. Kirish joyida bir asabiyroq, baqiroq odamga ko'zingizga tushmadimi? Yo'q, bunaqa odamni ko'rmadik. Aksincha, sen mulozamat, mehmondo'st bir odam bizni kutib olib, mana shu yerga kuzatib qo'ydi. Ha, ya. Siz Jo'rani otasisiz-ku. Nosir akalar kim bo'pti? Tushunmayapman. O'zinglarni shubhali tutyapsizlar. Bu yerda bir gap borga o'xshaydi. Nima shubhali, a? O'qigan odamni o'qimagan odam tushunmaydi. Ularning aqliga bizning aqlimiz hech qachon yetmaydi. Men ham talaba bo'lganman. Lekin bunaqasini hammalari mastga o'xshaydimi? Uyqusiraganmi? Tushunmayapman. Sen o'zingni bularga tenglama. Shaharni yaxshi bilmaysan-ku, yana gapirasan. Ha, undan ko'ra sumkani och, qorin och. Jo'ra? Oting azaldan shunaqa she'riy gapiradilarmi yoki birpasda Musodan yuqdimi? O'zim ham aniqini tushunmay turibman-ku, lekin nimagadir Nosir akaga insof berib, o'zidan o'zi yana meni uyaltirib qo'ymanglar dedi. Mehmonlarni ham o'zi kuzatib chiqdi. Bo'lishi mumkin emas. O'z oyog'i bilan. Ha, sen nima deb o'ylovding? Birovning oyog'i bilan yurmaydi-ku. Oyoq aql emas. Birovning bilan yurib bo'lmaydi. Xo'p, bizdan nima talab? Ana endi o'zingga kelding. Xullas, Jo'ra shuncha qonimizni ichgani hisobiga ziyofat beryapti. Otasi olib kelgan noz-ne'matlardan dasturxon yozgan. Birga ovqatlanamiz faqat. Ortiqcha hech narsa demaysizlar. Jo'rani o'qishi, ishi, yotog'i, umuman Jo'ra haqida hech narsa gapirmanglar. Iltimos shu. Men borib qizlarni ogohlantirib kelaman. Har ehtimolga qarshi. Hilol, tinchlikmi? Haylashib ketding, men qaytib kelding? Musani ko'rib qoldim yo'lda. Uyingizgacha kuzatib qo'yaman deb hali jonimga qo'ymayapti. Hali uyga ketmayman deb zo'rg'a qutuldim. Tavba, bu yoqqa ham kelyapti. Yana biror bir yolg'onni to'qib bo'mag'ur gap aytadi. Hech hamda, balki maqola uchun material yig'ib yurgandir. Domlalar maqola yozish uchun topshiriq bermagan. Musa topshiriqqa qarab qopdimi? Axir u ijodkor bo'lsa, doim izlanishda ko'rish kerak. Qizlar, yangilik. Jo'rani otasi keldi. Xo'sh. Jo'ra otasi bilan bizni xonada. Shunga biz nima qilaylik? Iltimos shuki, mabodo Jo'rani yotoqxona yo'lagida ko'rib qolsalaringiz, unga e'tibor bermay o'tib ketaveringlar. Xuddi 10 ming yillardan buyon shu yotoqxonada yashayotganda. Otasiga bor gapni aytganimiz yo'q. Yuragi chatoq ekan, qo'rqyapmiz. Gap nimadaligini bilsa, ish chatoq. Biz Jo'rani otasi bilan ham, o'zi bilan ham ko'rish niyatimiz yo'q. Aytgancha Musa, do'stlaringizga ham tushuntirib qo'ysangiz, biz bu safar oshxonada osh pishirish niyatimiz ham yo'q. Mabodo o'g'irlik qilamiz deb ovora bo'lib o'tirmanglar deyman-da. Mana ta'tilga chiqib, qo'llar bo'shab, sizlarni bir ko'rib ketaylik deb keldik-da. Yaxshi-da. Qanaqa ta'til? Maktabni ta'tilini aytyapman-da. Nima, o'qituvchi bo'lib ketdingizmi? Yo'q, rahmatli ta'tilga chiqishini kutdim. Ko'ryapman. Juda inoq yashar ekansizlar. Bizi davrda unaqa emas edi. Inoqmiz. Mana Jo'ra har kun quvurga osilib chiqadi. Biz esa xonamizga qo'yamiz. Boshqalar bunaqa qilmaydi. Biz ham qarab turmaymiz. Aslida Jo'ra senlardan ko'ra bizni xonamizga ko'proq yashaydi. Bizi jiyan juda mehmon do'st-a. Ha, bizni o'g'il-da, bizni o'g'il. Ovqatga marhamat. Qani, olinglar. Rahmat aka. Nimaga qarab qoldingiz? Ovqatga qarang. Hey, ha bular peshingacha uxlar ekan-da. Siz nima deb o'yladingiz? Shahar bo'lsa odamlar quyoshga qarab emas,
soat bilan ish qiladi. Bu bolalar qayerda ekan, ha? O'rtoqlarning xonasidadir. Borib, choy qaynatib kelaymi? Adashib qolmaysanmi? Hech. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Biz jo'rani ortidan kelgandik. Ha, Musa aytgan kechagi kishi sizmisiz? Musa nima deganini bilmayman. Biz bo'lsak kerak. Siz Jo'raning dadasimisiz? Qo'shnisiman. Musa nima deydi? Keling, men o'zim. Umi, hech narsa. Har doimgidek gap so'zlari. Bu yotoqxonada hamma shunaqami? Yoki faqat Jo'rani tanishlarmi? Qanaqa? Gaplari bir-biriga qo'shmaydi. Yo'qsiraganga o'xshaydi. Hammasi dovdiraydi. Yo'q, menimcha Musa qanaqadir sinov o'tkazyapti. Bizga ham Jo'rani ko'rsanglar, e'tiborsiz o'tib ketinglar deb aytdi. Jo'ra shunchalik mashhurmi? Voy, yo'q, qayerdan oldingiz bu gapni? Endi e'tiborsiz o'tib ketaveringlar debdi-yu. Shunga aytaman-da. Ha, umi, derazadan osh pishirib hammani joniga tegib ketgan. Shunga. Qaysi deraza? Yotoqxona derazasida. Nega? Eshikdan qo'yishni dedi. Nima uchun? Universitetda o'qimasa, bu yerda yashamasa, nega kirishlari kerak? Unda qayerda o'qiydi? Hech qayerda o'qimaydi. O'zim ham aytdim-a. Bu yerda bir gap bor. Mayli, sog' bo'ling. Tinchlikmi? Choy qani? O'g'lingiz Jo'ra necha yildan buyon o'qiydi? 5 yilmi, 6 yilmi bo'lib ketdi. Nima edi? Yozgi ta'tilga ham chiqmaydi-a? Katta odam bo'ladiganlarga ta'til berishmasa kerak edi. Shartnomaga pul ham so'ramaydi-a? Nimaga qiziqib qolding? Iching kuyyaptimi? Bir gap aytsam xafa bo'lmaysizmi? Nima, qiz bolamanmi senga? Haligi qurg'urni ham chekib yubormaysizmi? Hech chekmayman, aytaver. O'g'lingiz Jo'ra menimcha o'qishdan haydalgan. Ha? Shaharda daydib yuradi. Yotoqxonaga ham eshikdan emas, derazadan kirib keladi. Yo'q-e. Shunaqa. Faqat siz xafa bo'lmang. Ha, sen buni qayerdan bilding? Buni bilish uchun katta aql kerak emas. Qolaversa, oshxonada bir qizni uchratdim. O'sha aytib berdi bor haqiqatni. O'g'lingiz o'qishdan haydalgan. Ha, eshik og'asi o'qiydi dedi-ku. Axir o'zi shu yerga boshlab keldi. Nahotki tushunmadingiz? U sizni sigaret qidirayotganingizda yuragi o'ynab qoldi deb tushundi. Chekish o'rniga shimayotgan konfetingizni bersam, bir piyola choy uzatdi ichib yuborishga. Bir oydan beri chekmaysiz shuni. Qo'ying endi, chekmang shu kasofatni. Nosir aka, tinchlikmi? Assalomu alaykum Farog'at Pardayevna. Suv quyganday. Nahotki Toyir nimadir ixtiro qilib, hamma yoqni ag'dar-to'ntar qilmagan bo'lsa, Musa mish-mish tarqatib hammani o'takasini yorib ulgurmagan bo'lsa, O'tabek uxlab qolib darsga ketishmagan, Alisher hushdan ketmagan bo'lsa, Ishonavering Farog'at Pardayevna. Yo'q. Hamma yoq tinch. Faqatgina Nima faqatgina? Opa, bir falokatni oldini oldim. Xudo degan ekanman. Nima bo'ldi? Ana bu Jo'ra boru, o'shani otasi keldi. Aha. Men bilmasdan Jo'ra o'qishdan haydalgan deb yuboribman. Uni yuragi chatoq ekan. Yuragini ushlab o'tirib qoldi deng. Shoshilinch chora ko'rib, xuddi bolalarni aldaganday boshqa Jo'ra haqida aytdim. Sizni o'g'lingiz shu yerda yashaydi deb qutuldim. Ichkariga kiritishga majbur bo'ldim. Hozir 213 ta Musani xonasida. Endi Jo'rani ham kiritib yubordim.
yaxshi ish bo'lmabdi. Shularni bir balo qilib, eson omon yuragini o'ynatmasdan yotoqxonadan chiqarib yuborsak, katta yutug'imiz shu bo'ladi, opa. Musoni xonasida dedingizmi? Ha? U bola ataylab shunaqa sarguzashtlarni qidirib yuradi. Lekin hozircha hech qanday shov-shuv yo'q. Shov-shuv yo'qligi chatoq. Men borib bilib kelay. Mayli. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Yaxshimisizlar? Sog'liqlaringiz yaxshimi? Rahmat. Keling, Uydagilar keling. eson-omon yurishibdimi? Siz yaxshimisiz? Yaxshimisiz? Rahmat. Ha, shunaqa. Siz bularni taniysizmi? Ha, albatta. Bu yotoqxonada hamma bir-birini taniydi. Yo'q, tushunmadingiz. Siz Rahmatni taniysizmi deyapman. Meni aytyaptilar. Ismim Rahmat. Ha, shunaqami? Ha. Meniki esa Farog'at. Mana shu yotoqxonaga javobgarman. Sizlar Jo'rani otasi bo'lsanglar kerak-a? Ha, menman Jo'rani otasi. Menman. Jo'ra juda ham aqlli bola. Ha, ana. Yotoqxonamizni faxri. Yo'q, Nasib bo'lsa 1-2 yilda bitiradi. Ana, otasiga rahmat. Jo'ra o'qiydimi? Ha? O'qiydi. A'lo baholarga o'qiydi. O'y, chiqara. Sen nima deyapsan? Ha, shundan shaqqa. Yo'lkalarini to'rab olib kelsam, ha, ovqat pulini to'rab olib kelsam. Ha, nima deganing bu? O'g'limga tuhmat qilyapsan. Ha, yana bir pas jim tursam, o'zimga ham tuhmat qilasan. Shundaymi? Ketdik, bo'ldi. Yuragingizni asrang. Yo'q, bo'ldi. Sizni holatingizda hayajonlanish yaramaydi. Bo'ldi. Dadam ketasizlarmi? Hayır. Hayır. Uzr aka, meni noto'g'ri tushundingiz. 1-2 kun mehmon bo'lsanglar bo'lardi. Tegadi ham deb o'ylashmaydi. Bo'ldi. Namuncha ezilib xayrlashmasalaring. Kechagi ziyofatni hurmatida bu ham. Bilaman. Sen uchun odamning hurmati yo'q. O, Jo'ra. Ha, Jo'ravoy. Yo'l bo'lsin. Ichkariga, xonamga. Senga xonani ko'rsatib qo'yaman. Qani bu yerdan tez tuyog'ingni shiqillatchi. Ikkinchi qorangni ko'rsatma. Nimaga birdan o'zgarib qoldingiz? Rahmat de. Otangning yonida sharmandangni chiqarmadim. Bu yog'i qiziq bo'ldi-yu. Shuncha gap, shuncha maqtov. Otam ketishi bilan yana ko'chada qolamanmi? Otamni qaytarib kelaymi? Ha? Bor, qaytarib kel. Hammasini bir boshdan aytib beraman. Baxtingga otangning yuragi kasal ekan, bo'lmasa sharmandangni chiqarardim. Qani bu yoqqa. Jo'rani otasi kasal ekan. Yuragi xasta ekan. Bilmayapmiz. Hamdardlik bildirib qo'yardik esiz. Mayli, endi bo'lar ish bo'ldi. Jim turinglar, hech narsa eshitilmayapti. Alo. Dada sizmi? Nima gap, tinchlikmi? Eshitilmasa bizda mazkur nima qilish kerak? Og'zimizni chiqib Sizlar qo'yaylikmi? deb aloqa ham uzildi. Dadam nimaga qo'ng'iroq qilganlarini endi qayoqdan bilaman? Hech qisi yo'q. Xavotir olma. Agar kerak bo'lsa yana qo'ng'iroq qilishadi. Sizlar nima qilib turibsizlar? Hamma o'qishga marsh. Boringlar. Xo'p. Nosir aka nima gap? Ha. Hammasi yaxshi. Zo'r desa ham bo'ladi. Ya'ni Jo'rani eson-omon yotoqxonadan chiqarib yubordim. Bolalar mana o'qishga ketishyapti. yaxshi. Faqat bitta narsa chatoq bo'ldi-da. Shu Otabekning uyidagilar nima deb qo'ng'iroq qilganini bilolmay qoldim. Shunisi chatoq bo'ldi. Qizlar hammasi yaxshilik bilan tugadi shekilli. Mehmonlarni haydashmadi, ularni aksincha hurmat e'tibor bilan kuzatib qo'yishdi. Naq Farog'at opaning o'zlari-ya. Ko'rib turibmiz. Lekin mana shu mavhumlikning boisi nima ekanligini bilmaganimiz yomon bo'ldi. Bilganimizda nima, biroz nima o'zgararmidi? Balki yuringlar unda biz ham mehmonlarni kuzatishga odam bo'lib chiqamiz-da, bahonada bilib olamiz. Ha, bir kam ish qoluvdi. Jo'rani otasini bekorga aldab yubordik. Yaxshi ish bo'lmadi. Nima qilish kerak edi? Shuncha narsa olib kelgan ekan. Bilasanmi, sen bilan poraxo'rning orasida qanaqa farq bor? Darrov poraxo'rga chiqaraverma. Gap olib kelgan yegulikda emas. Bo'lmasa nimada? Ko'ngilda. Shuncha narsani shundan shu yoqqa ko'tarib kelgan odamning ko'ngli nozik bo'ladi. Juda ham nozik, sindirib qo'yishni istamadi. Aytolmadik-ku. Aytish kerak edi. Haqiqat achchiq bo'ladi. Haqiqatni yashiraman deb birovning ko'ngliga qaragan odamdan kelajakda hech kim chiqmaydi. Ha, noto'g'ri qildik. Nimaga noto'g'ri? Hammasi to'g'ri. Hatto Nosir akaday qaysar odam ham biz tomon bo'ldi. Ya'ni yaxshilik yo'lida yolg'on ishlatishni ma'qul ko'rdi. Tushunmadim, qanaqa yaxshilik haqida gapiryapsan? Tekin ziyofat yeganing bu yaxshilik degani emas. Baribir Jo'rani yotoqdan haydab yuborishdi. Jo'ra nima bo'pti? Oddiy bir yolg'onchi. Hatto shunday chiroyli qiz ham yolg'on gapirgan kerak bo'lsa. Kim, menmi? Siz emas, Hilola. Voy, Hilola-ya, qachon? Ha, qachon? Bir paytlar Toyirning tug'ilgan kundagi ziyofatda, esingizdami? Tuproqshunoslikda o'qishini aytishga uyalib, jurnalistikada o'qiyman degandi. Nima? Qo'ysangchi. Hechamda hech shunaqa demagandir. U tuproqshunoslikda emas, jurnalistikada o'qiyman deyishdan uyaladi. Nima?
shunday fakultet. Bunga o'zingiz bir nima deng? Bir nima deyish shartmi? Gap fakultetda emas. U yerda sen o'qiyotganingni eshitgan odamni hafsalasi o'ladi. Shoir juda jurnalistman demagandir. Yo'q, albatta, lekin jurnalistmisiz deganga o'xshash gap qilganimda inkor etmagan. Tasdiqlamagan ham. Baribir aldagan. Senchi, Musa? Otabek, yur ketdik. Hozir falsafa domlasa shu masalani so'rayman. U ham meni haqligimni isbotlaydi. Ana, guli guvoh. Nega endi men? Ana Nasiba guvoh bo'la qolsin, ha? U jurnalistikada o'qimaydi-yu. Qayga borsa quvlamishdir oti it talab. Kuydiribdir kuni sambosa pazlar o't qalab. Muqimiy. Musa, ajoyib va takror she'rlaringizni eshitsam, hamma she'rlar sizga o'xshab yozadi degan fikrga boraman. O'zi ko'plar mendan o'g'irlaydi. Muqimiy bizdan 100 yil avval yashagan axborotingiz uchun. Buni nima ahamiyati bor? Balki ota-bobolarimizdan o'tgandir, axir. Yo'q, gapingiz bir-biriga to'g'ri kelmayapti. Nega to'g'ri kelmas ekan? O'tkazib yuborasiz. Tamom vassalom. Hozirgina Farog'at opangga seni haydab solganim haqida gapirdim. Qani, tuyog'ingni ishqillat. Juda ham uyqum kelyapti-da. Meni ham uyqum kelyapti. Unda uxlang. Men esa bemalol kirib ketaman. Ha? Qani tuyog'ingni ishqillatchi. Bo'lmasa hozir militsiyaga qo'ng'iroq qilaman. Menda ham qolib ketmas. Chet elga borsangiz, sizga tarjimonlik qilaman. Tekinga. Shunaqa-da. Buni o'ylab ko'rish kerak ekan. Qani o'tirchi. Faqat ovqat, yotoq va yo'l haqini to'lasangiz, bas. Tur yo'qol. Sen bola gapga tushunasanmi? Tushunaman. Tushunsang tur yo'qol dedim senga. Jo'na deyapman. Demak, hech kim hech nimani tushunmagan. Odatda tushunmagan odamda savol bo'lmaydi. Domla, mumkinmi? Marhamat. Haligi mavzuga oid bo'lmasa-da bir savolim bor edi. Xo'sh. Onda-sonda yolg'on ishlatish mumkinmi? Falsafa bunga nima deydi? Shuni bilmoqchi edim. Haqiqiy falsafiy savol bu. Bunga umumiy javobning o'zi yo'q. Falsafada har doim bo'ladiganda. To'g'ri. Falsafa fanlarning otasi sifatida aniq holatlarni yosh fanlarga bo'lib berib, o'zida eng mushkul masalalarni olib qoldi. Musa, eshitga qo'yasizmi yo'qmi? Xo'p. Savolingizga kelsak. Aha. Ezgulik yo'lida yolg'on ishlatish mumkin. Har holda bunga sharq falsafasida shunday tutum bor. Domla, ezgulikni o'zi nima? Insoniyat minglab yillardan buyon qidiradi bu savolga javobni. Ezgulik har bir falsafiy yo'nalish bunga o'zicha javob beradi. Domla, imtihonda biz ham shunday javob bersak bo'ladimi? Bo'ladi. Albatta bo'ladi. Lekin baho ham shunga yarasha bo'ladi. Senga aytyapman, bo'lmaydi. Nima? Uyingizda 2 kun g'isht tersam kammi? Men senga matal o'qiyapmanmi? Men ko'p qavatli binoda yashayman. Senlar nima deysan unaligi? Seksiyami? Biz o'zbeklar dom deymiz. O'zbeklarmish. To'rt o'raymi? Har safar so'raydimi esimdan chiqadi. Kamoli nimaga kelibdi? O'zi. Bilishimcha seni yoqtirmasdi-ku. Kim aytdi shuni? Bilaman-da. Hech baloni bilmaysan. Men psixologman, odamni tushunaman. Kamolaga kerakman. Qishloqqa ketganimda ham yo'qlab kelganning sababi shunday. Yana bir gap aytaymi? Ayt. Yotoqxonada Kamolaning agenti bor. Qanaqa agent? Men haqimda ma'lumot yetkazib turadigan. Sen haqingda? O'zingni kim deb o'ylayapsan? Yaxshi psixolog deb o'ylayapman. O'rgildim sendagi psixologdan. Bizda keyingi para yo'q. Hozir Kamolaning uyiga borib kelsamikan? Nima, joningga qasd qilmoqchimisan? Yo'q, ular menga qizini berish kerak. Rosa uylangin kelyaptimi deymi? Nima deyapsan? O'zim uchun emas. Kamola uchun shunday qilmoqchiman. Mendaylarni psixologiyada altruist deyishadi. O'zgalar halovati uchun o'z jonidan kechadiganlarni, Nima, menga desa kulturist bo'lmaysanmi? O'zing kulturistsan. Altruist deyapman. Xo'p,
O'zing qachon uylanmoqchisan? Nima, men senga o'xshab esimni yeyapmanmi? Oldin o'qishni tamomlay, keyin magistraturaga kiray, uni tugatib, keyin bir o'ylab ko'raman. Bunga uydagilaring rozi bo'ladi deb o'ylaysanmi? Meni kim deb o'ylayapsan? Uyda meni aytganim aytgan, deganim degan. Ular mendan beruxsat biror ish qilishmaydi. Ha, bir kami endi undan so'rab ish qilishim qoluvdi. O'zim hammasini pishirib keldim. Nima pishirding? Tez olib qornim och. Voy. Hayolingiz nuqul nafsda-ya. Ishni pishirib keldim. Kelin qilmoqchiman. Qanaqa kelin? Voy. Suqsurni-da. Ey kalla. Axir uni Fotiha to'yi bo'lib o'tdi-yu. Sandiq tushirib ketgani bu to'y degani emas. Qaytarib yuborsa bo'ladi. Boya Madina bilan gaplashuvdim. Roishi borga o'xshaydi. 1-2 marta ha desam, sandiqni qaytarib yuboradi. Bo'lmaydi. Nima? Seninki ha desa, ma deb ketaverar ekanda, ha? Bor, xalaqit berma. Agar pul taklif qilsam-chi? 10 ming so'm. Odamni g'alati ahvolga solib qo'yasan-da, Jo'ravoy. Birinchi maoshimdan. Nima? Nima? O'tabekka to'y buzilgan qizni kelin qilmoqchimisan? Hali buzilmagan. Sizni tushunmayman, oyi. 1 yildan beri shu eshakka bitta egar olib beringlar deyman, ko'nmaysizlar. O'tabekka kelganda, xohlamasa ham kelin olib bermoqchisizlar. Shu payt seni muammoing yetmay turibdi. Muammo meniki emas, eshakniki. Ha, bo'pti. To'y oldidan senga ham bitta egar olib beramiz, bo'ldimi? Menga emas, eshakka, oyi. Nima farqi bor? Bir og'iz O'tabekdan so'ra. Bular sandiqni qaytarib yuborsa-da, O'tabekning uylanmayman deb turib olsa nima bo'ladi? Unda besubut bo'lib qolmaymizmi? Shuni ham so'rab o'tiramanmi? Uylanadi. Uylanmay qayerga ham borardi? Baribir so'ra. So'ramayman. O'qishga kirishda mendan so'raganmidi? Bolaginam agronom bo'ladi degandim. Bo'lmag'ur orzularing bilan birovning hayotiga aralashma. Birov emas, o'g'lim. Baribir hayoti boshqa. Asakan ketsa ham bir og'iz so'ra. So'ramayman. Hay? Qayerdan so'rayman, ha? Arzon ekan deb hatto telefonni kompaniyasini o'zgartirdingiz. Endi telefonni gaplash uchun ana u qirga chiqishim kerak. Ha, shu gaping bor ekan, vaqtliroq aytsang bo'lmasmidi? Boya Naxoroshdan kelayotganda qo'ng'iroq qilgandim. Hol ahvol so'ragani. Bahonada uni ham so'rab olardim. Gaplashdingizmi? Yaxshi ekanmi, o'g'lim? Qayoqdan bilaman? Aloqa uzilib qoldi. Gaplasha olmadim. Men gaplashaymi? Tepaga g'iz etib borib kelaman. Yugurib borib so'rab kel. Akang ko'radigan bo'lsa, mayli gunoh bo'lsa ham biron nima o'ylab topamiz. Bola, men senga 1000 marotabalab tushuntiryapman-ku. Bo'lmaydi. Tur yo'qol, ko'zimga ko'rinma. Pul beray desam ko'nmadingiz. G'isht teray desam ko'nmadingiz. Unda nima qilay? Alamimdan devorga boshimni urib yoraymi? Yo'q. Sen devorni ham rasvo qilasan. Keyin uni kim ta'mirlaydi? Yana menmi? Yo'q. Baribir domlam aniq javob bermadi-ku. Nega aniq bo'lmas ekan? Ezgulik uchun ishlatsa bo'ladi dedi. Lekin ezgulikni o'zi aniq bo'lmadi. O'zing hal qil deganda gap bo'ldi. Bu ham meni haqligimni isbotlaydi. Siz ezgulikkacha o'tmang. Onda sonda yolg'on ishlatish to'g'risidagi qismini tasdiqlang, yetadi. Men? Nega endi men? Bu yerda sizdan boshqa yana kimdir bormi? Ana, oshxona to'la odam. Shu oshxonadagi odamlar auditoriyada yo'q edi-da. Xullas, hozir O'tabek keladi. Shu gapimni tasdiqlaysiz, tamom va salom. Nima qilyapsiz, tegmang. Voy. Ulug'bek ukam. O'tabek otasiga qo'ng'iroq qilaman deb otasini chaqirgandan beri hammani ismi-yu, qarindoshlik darajasini yozadigan bo'pti. Olaymi? Balki kerak emasdir. Shaxsiy gap. Zarur gap bo'lsa-chi? Eshitaman. Alo. Alo. Kimsiz? Menmi? Ha? O'tabekman. Aka, o'zingizmisiz? Ezgulik yo'lida. Ha, Ulug'bek uka, tanimadingmi? Ovozingiz boshqacha chiqyaptimi? Ha, boya sovuq suv ichib qo'yibman. Tomog'im og'riyapti. Qo'ng'iroq qilayotganim, enam suvchilikka bormoqchi. Suxsurnikiga. Nima? Uylantirishmoqchi deyman. Sizni Suxsurga.
Kimga? Suqsurga? Voy, Ha, susurga. nima bola tuya go'shti yeganmi? Hali ham yerga tegmadimi? Otabek unga bo'lgan muhabbatiga allaqachon azo ochib yuborgan-ku. Nima? Xabaring yo'qmi? Tushunmadim, nima dedingiz? Yilini ham o'tkazib bo'ldi deyman. Eshitilmayapti aka, balandroq gapiring. Ha? Uylanaman. Jon deyman, bir umrlik armonim-ku. Musa. O'zingiz oldingi safar shahardan zo'rni topaman deganingiz-ku. Nima topolmadingizmi? Shunaqa deganmidim. Ha? Menda es bormi uka? Gapiraveraman deb. To'yni buzish kerak. Hoziroq buzish kerak. Borda buz. Qo'limdan kelmaydi. Bor enangga ayt. Kimga? Enamga ayt. Nima dey? Hoziroq borib buzishsin. Ko'nmasa otamga ayt. Otabek olsam ham, olmasam ham shu qizga uylanaman deb turib olgan degan. Agar shu qizga uylab qo'yishmasa, o'qishni tashlab armiyaga ketib boraman deyapti degan. Armiyaga borgansiz-ku aka? Nima qilibdi? Yana bir marta boraman. Juda o'zgarib qolibsizmi? Ha, o'zgaryapmiz. Hey, bo'pti. Bir mushqa o'rtog'im kelyapti, keyin gaplashamiz. Mijg'ovki u yog'i bu yog'i yo'q-ey. Yaxshiyam eshakni no'xtasida to'xtatib qoldim. Yaramas. Og'zi tinmay gapiradi. Odam ham shunaqa bo'ladimi-ay? Nima deydi? Hech nima, shunchaki zerikibdi. Ahvol so'radi. Men hammasi yaxshi, o'qishlari 5 dedim. Shunaqa de. Ha? Musa. Voy. Hali ham esingizdan chiqmabdi. Ismim shunaqa, Musa. Nimaga deryapsan? Shunchaki dedim-ku. Ana, u hech qachon shunchaki gapirmaydi, niyati jiddiy dadasi. Ha, ota. Uningiz uylanaman deb turib olgan. Hoziroq borib to'yni buzib kelsin dedi. Nega uylanadi? Bilmadim. Esini yeganmi bu bola? Ana, dadajonisi. Men nima devdim? Uylanadi-da. Uylanmayman. Nega o'sha qizni yoqtirarding-ku? Qanaqa bo'lasan uylanmayman dedim-ku. Sekin. Bu savolingni Alisherga ber. U hozir Kamolalarning uyida dadasidan kalta yeb o'tirgan. Voy, Alisherni qo'yaver, sen nega uylanmaysan? Birinchi muhabbating-ku axir. Nega birdan suqsurni eslab qolding? Sen o'zi muxbirlikka o'qiysanmi yoki tergovchilikkami? Qiziqda. Mana, guliga ham qiziq. Mengami? Hada. Nega endi menga? Sizga bo'lmay, menga qiziq bo'larmidi? Albatta sizga-da. Yo'q, qishloqda bir qizni yaxshi ko'rgansan. Nima? Shahar kelib esingdan chiqib qoldimi, a? O shoir, nega tushunmaysan? Uni to'y bo'lib ketdi. Fotiha to'yi, endi ortga yo'l yo'q. Balki turarmiz. Hozir choyimni ichib olay. Qolganini yotoqxonada icharsiz. Jim turing. Mabodo deyman-da, o'sha qizni to'yi bir sabab bilan buzilsa ham uylanmaysanmi? Mabodo to'yi buzilsa ham uylanmayman. Menday oliy ma'lumotli odam, faylasuf. Hay. Hali birinchi kursdasiz. Institutni bitirgunizcha hali sizdan faylasuf chiqadimi yo'qmi bu noma'lum. Kimga ma'lum, kimga noma'lum. Nima bo'lgan taqdirda ham o'qimagan buni ustiga qora mag'iz qizga uylanmayman. Bekorlarni 5 tasini aytibsiz. Meni ko'zim bilan qarang. Voy, oppoqqina, tuxumdekkina qiz uylanadi. Sen ham o'g'lingga ham aynib qolsanlar. To'yga pul qani? Topamiz. Yaxshi qiz qo'ldan ketguncha qarz bo'lganimiz yaxshi. O'ylab gapiryapsanmi? O'g'ling Toshkentda, kelin bu yoqda. Janjal g'urbatni o'rtasida qolib ketamiz-ku axir. Nuqul yomonlikni o'ylaysiz, aybe. Kim janjallashar ekan? Sen? Ha, bo'lmagan gap. Ha, yaxshigina yashaymiz. Voy, boshimda ko'tarib yuraman. Bo'yning sinib qolmasin tag'in. Telefonni ber bu yoqqa, o'zim gaplashaman. Antennasi yo'q. Ber, antennasidan gaplashaveraman. Voy, antennasi bo'lmasa qanday gaplashasiz? Buning nega uylanmaydi? Antennasi yo'q deyapman-ku. O'zim ham bilaman antenna yo'qligini. Olma taqingni. Nuqul shu ahvol. Telefon bo'lsa, antenna yo'q, antenna bo'lsa, telefon yo'q. Bilganingni qil. Nega bilganim bo'lar ekan? Agar oldiga solib haydab chiqarsa ham, hoziroq sovchilikka birga chiqamiz.
albatta uyga kelgan mehmonni itam tishlamaydi. Lekin haddingdan oshyapsan bola. Nimaga kelding deyman? O'zim. Nima? O'zing? Men seni otaymanmi? Amakiymanmi? O'zing so'rashgani, gaplashgani kelasan. To'g'risi yana o'sha masalada. Nima? Nosir akaga nega eshakning no'xtasi kerak bo'ldi ekan? Tushunmadim. Bilganimda yalinib o'tirmay, darrov shuni taklif qilardim. Ertaga bozorga borib, birdan 4 ta no'xta sotib olaman. Endi 1 yil ko'chada qolmaydigan bo'ldim. Meni qizim ko'chada qolganmi, sen og'iz solasan? Bizni holat boshqalarnikiga o'xshamaydi. Bu yerdan jo'na. Siz o'ylayotgan narsani xayolimga ham keltirganim yo'q. Nimani o'ylabman? Kerak bo'lsa, ota-onamni sovchilikka yuboraman. Men qizingizga uylanmoqchiman. To'y qilib. Jo'na dedim senga. To'y qilsa boramiz-da, siz tayyorgarlik ko'ravering. Haligi yangi ko'ylak olasizmi yoki raqs o'rganasizmi yoki she'r yodlaysizmi? Haligi baxt so'zidan beni olib bardam bo'ling deganga o'xshaganlar. To'yga bola bormi? Hali birinchi kurs bo'lsa. Voy, ko'ngilga kursning ahamiyat yo'q ekanda nima deymiz? Menga bunaqa qaramang. O'ylanayotgan Otabek bo'lsa, kimga uylanyapti? haligi qishloqdagi muhabbati bor edi-yu, kunduzmidi? Kimga? Yo'q, kunduz emas. Haligi Suzarmidi? Suqsurmi? Ha, o'sha Suqsur. Axir u qizni yerga tegib ketgan degandi-ku. Otabekning o'zi hali bilmaydi. Bola ukasiga qo'ng'iroq qilib, ota-onasiga sovchilikka jo'natib yubordim. Sizmi? Ha, menga nima qilibdi? Bir yaxshilik qilsak qilibmiz-da. Yaxshilik qilgan men ahmoq. Yo'q men bir marta. Ana, jo'raga yaxshilik qiluvdim. Oqibatda menga eshakni to'qimini sovg'a qilmoqchi. Zamonaviy hayotda eshakni to'qimiga balo bormi? Ana, o'zingni telefoningdan foydalan. Tushmayapti-da. Boya qo'ng'iroq qilishgan ekan, Musa gaplashgan. Endi qaytib tusha olmayapman. Nima demoqchi bo'lgan? Shuni bilmoqchi edim xolos. Agar bilsang, mana bu telefondan shaxsiy manfaatda foydalanish man qilinadi. Musa gaplashgan bo'lsa, xavotirlanma. Sal-pal oshirishi mumkin, lekin zararsiz. Shundan qo'rqyapman-da. Gaplashish kerak bo'lsa ortidan bor. Musa hozir o'tib ketdi. Voy, nega tushunmaysiz? Agar shu shoirdan jo'yayroq biror narsani so'rab bila olganimda, siz oldingizga ovora bo'lib kelib o'tirmasdim. Jo'na. Foydasi yo'q. Nega endi bo'lmas ekan, balki bordir. Qizlar bilasizlarmi nima? Nima? Ana Otabek uylanayotgan ekan. Nima? Nega? Kimga? Hayır, Alisher deb o'ylabman. Nima? Kimga uylanar ekan? Guli, senga nima bo'ldi? Voy, uylanish ayb emas-ku. To'g'ri, ayb emas, lekin Otabekning ham aybi yo'q bu yerda. Hammasiga Musa aybdor. Musa Otabek uyiga qo'ng'iroq qilib, "Men o'sha qizga uylanishga roziman" debdi. Qizlar Musa uylanishga rozi bo'lgan bo'lsa, qizni Otabekka olib berishmaydi-ku, tavba. Musani bilmaysan sen hali. Ha, boya kafeda Musa Otabekning ukasidan gaplashuvdi. To'xtatmoqchi bo'ldim, uddala olmadim. Xafa bo'lmagin-u, lekin kursdoshing ikkalang bir yigitning hayotini rasvo qilibsizlar. Sen yangisan, tushunmaysan. Tushunaman, aytaver. Otabekni uylantiryapman. Uylantiryapman? Qo'lingdan kelsa o'zing uylanmasmiding? Kuchi yetmaydi-da. Yetgani shu bo'ldi. Otabek bo'ldi. Bu yana yangi maqolang uchun topgan yolg'oningmi yoki meni ahmoq qilyapsanmi? Bu haqiqat va faqat haqiqat. Meni qo'rqityapsanmi, Musa? Qo'rqma, uylanadigan sen emas. Vaziyat to'g'ri kelib qolsa, seni ham uylantirib yuborishim mumkin. Qo'limdan keladi, yo'lini o'rganib oldim. Rahmat. Minnatdorchilik keyin, ish bitgach. Men seni ko'rsatib qo'yamay ishni bitirish. Bo'ldi. Podadan burunchang ko'tarma. Xullas, falsafa domlasi meni haqligimni isbotladi. Falsafada ezgulik yo'lida yolg'on ishlatish g'oyasi mavjud ekan. Bundan ruhlanib tushlik paytida Otabek ovqat olayotdi. Telefonni sumkasining ichiga solib, stol ustiga tashlab ketgan edi. to'satdan jiringlab qoldi. Qarasam,
Ukasi qo'ng'iroq qilyapti. Ukasi bo'lsa kerakdi. Uylanasanmi, yo'qmi? Otam so'rayapti dedi. Adashmasam. Adashdi. Albatta adashdi. Meni Otabek deb o'yladi. Xo'sh, shunday vaziyatda nima qilishim kerak edi? Nomidan gapirdim-da, bir paytlar yaxshi ko'rgan, hozir ham sevar deb o'ylabman. Hozir butkul unutganki u qizni bilmasmiding? Ey, sevmay qo'yganni keyin eshitdim, lekin ungacha bilmas edim. Ha, jonim bilan uylanaman deb qo'ya qoldim. Keyin nazarimda bu gap kam ko'rinib, otam hoziroq borib to'yni buzib kelsin deb yoribman. Bunisi endi kasbiy anglashilmovchilik, bilasan, biz jurnalistlarda sal oshirishga moyillik bo'ladi. Voy ahmoq. Ha nima? Men Otabek emasman, Musaman. Otabek telefonni tashlab, ovqat olgani ketganda kutib tur deyolmayman-ku. Uni ustiga telefon ancha-muncha pul yeb yubormasin deb qisqa qilib qo'ydim. Bilasan, tejamkor yigitman. Boplabsan. 4 tiyinni tejayman deb ikki insonning hayotini barbod qilsa. Keyin ikkinchi ovqat yaxshi bo'lmaganiga o'rniga choy ichdim. Men Otabekning ukasidan gaplashganingni aytaman. Keyin nima bo'ldi? Ha, men qayerdan bilaman? Otasi bilan onasi haligi qizni to'yini buzgan ketdi chamamda. Bu insonlarning hayoti sencha o'yinchoq bo'lib qolibdi-da. Bo'ldi. Taqdir ekanda oshna. Nima deymiz? Lekin Tanbek, bunaqasini hatto Einstein ham o'ylab topa olmagan, to'g'rimi? Rosa dono tadbir bo'ldi o'zi ham. Qizil ahmoqchilik bo'pti. Yana gapimga xafa bo'lmaydi. Bunisiga Otabekni o'zi bilmaydi. O'zicha u qizga uylanmayman, to'y bo'lib ketgan deb xursand bo'lib yuribdi. Bir hazil deb odamlarning taqdiri buzilishi yaxshi emas. Zebo, namicha ko'ngilchang bo'lmasang, odam unaqa bo'lmaydi. Biror chorasi bordir. Boya kafeda Musa Otabekni ukasi bilan gaplashuvdi. To'xtatmoqchi bo'ldim, udalolmadim. Xafa bo'lmagin-ku. Falsafada, ezgulik yo'lida yolg'on ishlatish g'oyasi mavjud ekan. Ha, jonim bilan uylanaman deb qo'ya qoldim. Keyin nazarimda bu gap kam ko'rinib, otam hozir borib to'yni buzib ketsin deb yuboribman. Bilasan, jurnalistlarga o'qituvchi bo'lib ketdingizmi? Yo'q. Rahmatni ta'tilini aytyapman. Bo'lyapman. Maktab ta'tilini aytyapman. Nima? O'qituvchi bo'lib ketdingizmi? Yo'q. Rahmatni ta'tilini chiqishga kutdik. Bo'lmaydi bari. Siz rahmatni taniysizmi? Bu yotoqxonada. hozir butkul unutganini bilmasmiding? Sevmay qo'yganini bilmasdim. Mayli bola sog' bo'ling. To'xta. Qo'yib yuborganami? Sen ham otang bor, onang bor deyman-da. Aytganda nechimiz kalta yeganingni aytmading-ku? Ha ha.